Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 25-dekabr, haftaning chorshanba kuni 2026-yil. Boboshev bozoridan ko'rsatyapmiz. Bular Cupra HB ekan. 65 mingdan pachka. Pachkaga 65 ming so'mdan, donaga nech puldan? 70 ming. Donaga 70 ming so'mdan ekan. Razmeri nechtalik? 4 talik. Razmerlar 48 dan 54 gacha ekan. Shunisini nechta rasvetkasi bor? Ko'p rasvetkasi ko'p. Xo'p. Bu yerda endi pachkada bor ekan rasvetkalari. Va bunisi bambuk. Bunisi nech pul? 75 mingdan bambuk. 75 ming so'm pachkaga. Donaga nech pul? 80. 80 ming so'm. Razmeri 48 dan 54. 48 dan 54 gacha razmer. Toshlari yuvsa to'kilib ketmaymi? Swarovski tosh ekan. Toshi. Bunisi-chi? Hammasi bambuklar hammasi 70 ming. Bambuklar hammasi 75 ming so'm pachkaga ekan, 80 ming so'm donaga ekan. Arasida 65 minglari ham bor. Buni orasida 65 ming so'mliklari ham bor ekan. Bu ro'paradagilari qanaqa xalatlilari? 70 ming ular. 75 ming. Bular 75 ming so'm pachkaga, 80 ming so'm donaga. Bular razmeri nechidan nechigacha? 48 dan 54 ga. 48 dan 54 gacha ekan razmer. Bu tomonda mana tosh bilan qora turibdi birinchi. Nech pul bu? 110 ming so'm. Bunisi 110 ming so'm ekan. 90 ming, 80 ming. 90 ming so'm bunisi, 80 ming so'm bunisi ekan. 60 ga. O'sha qo'yilgan toshiga bog'liqda mana bir yengida toshi bor. Arkasida ham. Arkasida ham bor mana toshi. Bunisini yengida toshi bor, arkasida toshi yo'q mana. Bunisini yengida ham toshi yo'q mana. Bunisi-chi? Bular 75 mingdan ko'proq xabar. Cupra HBlar mana 75 ming so'mdan. Bunisi nech pul? 60 ming. 60 ming so'm ekan. HB. Bunisi-chi? Chekkadagi. 70 ming. 70 ming so'm ekan. O'sha pachkaga, donaga sotiladi. Donaga olsalaring shu 5 ming, 10 ming qimmat bo'ladi ayrimlari. Telefon nomeringiz nechi? 91lik 91lik 204 204 30 64. 64 ga kunduzi telefon qilasizlar. Donaga, pachkaga sotilyapti tovarlar. Birinchi qo'l.